30 yoshga kelib hayotimdagi eng zo'r tug'ilgan kunimni o'tkazdim. Erim qanaqa sovg'a olib beradi deganlarda men tug'ilgan kunimda hech qanaqa muammoni o'ylamasdan bolalarcha xursand bo'lmoqchiman dedim. Chunki 30 yoshni to'ldirdim va bu yoshdan keyin hayotimiz yanada jiddiylashadi. Ertalabdan nonushta qilishga bordik. Bu kunda uyda o'tirib mehmonlarga xizmat qilishni emas, menga xizmat qilishlarini xohladim, chunki bu mening kunim. Keyin tutingan ukam Salohiddin surpriz qilib keldi. Torta opalarning eng go'zali deb yozilgan ekan. Auditoriyamni bilaman. Kim ekan bu Salohiddin deb profilimdan qidirishadi. Ma'lumot uchun hali uylanmagan. Keyin targ'ibot sentrga bordik. Hayotimning erkaklari mazza qilib masaj olishdi. Magazin aylandik, orada rasmlarga tushib oldim. Men eng yaxshi ko'rgan muzqaymog'im McDonald. O'tirib undan ham yedik. Bowling o'ynashga bordik. Erim xotinimning tug'ilgan kuni shunga ataylab qolib beray demasdan g'alaba qozondilar. Qarang begim, bu qilgan ishingizni unutmayman. Keyin o'yin mashinalarida mazza qilib o'yin o'ynadik. Yosh bolalardek o'yindan yutganimiz kuponlarni yig'dik, sovg'a olamiz deb. Lekin kuponlarimiz kamlik qildi. Keyingi safar kelib yana yig'amiz va biror narsa olamiz. O'yin o'ynab vaqt o'tganini ham sezmay qolibmiz. Kechki ovqatni yeyish uchun noodatiy restoranga bordik. Ovqat va ichimlikni mana shunaqa berishar ekan. Antiqa, bunaqasini ko'rganmisiz? Tug'ilgan kunimga sovg'a sifatida like bosib qo'ysangiz xursand bo'laman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna ham bo'lib qo'ying, xo'p? Görüşürüz.